Uy sharoitida tandir go'shti tayyorlash qanchaga tushishini bilish uchun ishga kirishdik. Birinchi qushxonadan 2 million 635 ming qo'shqor oldik. Archa va ziravorlar 90 mingga tushdi. Kerakli mahsulotlarni olib uyga ham kelib oldik. Endi go'shtni maydalashni boshlasa ham bo'ladi. Bunda bizga Oybek ham yaqindan yordam berdilar. Ular go'shtlarni maydalagunlarigacha men tandirga olov yoqib, ziravorlar va tuzni bir-biri bilan aralashtirib tayyorlab turdim. O'zi kafelada tandir go'shti 1 kilosini 260 mingdan sotishayotgan ekan. Qiziq, uyda tayyorlaganimizda qancha foyda qilarkanmiz? Go'shtli bo'lakligi bo'lib olgandan keyin ozgina gazli suv sepib, ziravorlar berildi. Keyin qizib turgan tandirga xushbo'ylashtirish uchun archali suv sepildi. Ana endi tandirga birinchi suvli qozon, uni ketidan go'shtlarimiz tushadi. Eng oxirida dumba. Havosi chiqib ketmasligi uchun ustidan qozon yopilib, yollari loy suvi qilinar ekan. Oradan 1 soat 20 daqiqa o'tgandan keyin tandirimiz ham tayyor. Ko'rinish chakkimasa, haqiqiy Surxondaryocha tandirga o'xshabdimi? Umumiy og'irligi jigar bilan birga 11 kilo 400 chiqdi. Shunda har bir kilosi bizga 240 mingga aylandi. To'g'risi men kilosidan 40-60 ming yutsa kerak deb o'ylagan edim. Lekin bor yo'q 20 ming yutdik. Ammo mazasi ajoyib chiqdi. Video yoqqan bo'lsa, albatta siz ham tayyorlab ko'ring.